500 yil hurmatini saqlagan o'zbek kecha tug'ilding deb qiladi faraz. Yetuk kishilarni yana ming yillar xalq farzand ataydi jondan beg'araz. Assalomu alaykum aziz ustozlar, qadrli mehmonlar va aziz talabalar. Bugun Buxoro davlat universiteti Tarix va yuridik fakulteti Islom tarixi va manbashunosligi yo'nalishi 3-bosqich kurs talabalari bilan o'zbek adabiyoti va ma'naviyati osmonda porlagan ikki buyuk siymo Mir Alisher Navoiy va Zahiriddin Muhammad Bobur tavallud ayyomiga bag'ishlangan tadbirda yig'ilganimizdan g'oyatda xursandmiz. Barchangizga tashrifingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Tadbirimizni ochib berish uchun so'zni Bahodir Naqshband ilmiy tadqiqot markazi ilmiy xodimi ustoz Afzal Kamovga beramiz. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Avvalambor hamdlaringizni bu ilm yo'lida ajdodlarimizni tarixlarini o'rganish yo'lida qilayotgan sa'y va harakatlaringizga Alloh taolodan kuch-quvvat, mehr va muhabbat va mustahkam taqvo ilmini Allohdan so'rab qolamiz. Inshaalloh bugun boshlangan tadbirlar, ya'ni ajdodlarga ehtirom, kelajakka ilhom degan tadbirimizni xususan ulug'larimiz Mir Alisher Navoiy hazratlari hamda Zahiriddin Muhammad Bobur rahmatullohi alayh bu zotlarni xilada bag'ishlangan bu tadbirni ochiq deb e'lon qilamiz. Xush kelibsizlar. 9 fevral hamda 14 fevral bu kun barcha taraqqiyparvar mamlakatlarda o'zgacha shukuh, o'zgacha fayz hamda o'zgacha quvonch bilan Tabarruknomlar kunlardan tushmay hali hamon adab kundan chuqur joy olib kelmoqda. Endi sizlar bilan birgalikda talabalar tomonidan tayyorlangan G'azal Hukmining sultoni Mir Alisher Navoiyning hayoti haqidagi ba'zi bir ma'lumotlarni ko'p qilib o'tsak. Nizomiddin Mir Alisher Navoiy 1441 yil 9 fevralda Hirotning Bog'i davlatxona mavzeisida G'iyosiddin Bahodir oilasida tavallud topadi. Mir Alisher Navoiy 7 yoshida Fariduddin Aktorning Mantiqul Tayr asarini ilmga chanqoq bo'ladi va 10 yoshga yetgach barcha ilmlarni egallaydi. Navoiyning sevgilisi sifatida tasvirlangan Guli ismi xalq og'zaki ijodda va Navoiy haqidagi afsonalarda uchraydi xolos. Alisher Navoiy ziyoli va ijodkorlar oilasida tavallud topgan. Shuning bobolari Abu Said shoir bo'lganlar, ikkinchi bobosi Muhammad Ali esa shoir va xattot sifatida tanilganlar. Navoiy huvillab yotgan guzurgoh dashtini 45 yil ichida obod maskanga, ko'rkam qishloqqa, serhosil yerlarga aylantirgan. Buni ko'rgan Husaynboy Qaro hayratdan yoqa ushlagan. 7 yoshli Nizomiddin Mir Alisher buyuk muhaddisimiz Buxoriy hazratlarining 6000 dan ziyod hadis shariflarini yod qilgan. Rahmat. Ko'z birla qoshing yaxshi, qabog'ing yaxshi, yuz birla so'zing yaxshi, dudog'ing yaxshi, eng birla menging yaxshi, saqog'ing yaxshi, bir-birni deyin boshdan oyog'ing yaxshi. Orazin yopmoch ko'zimdan sochilur har lahza yosh, o'ylakim paydo bo'lur yulduz nihon bo'lg'ach quyosh. Qutbir bodomu yerin go'shan mehrob edi, g'oratiddin etdi nogoh bir baloliq ko'zg'osh. Bizning Shaydotonga bechora bo'lmish, malomat dashtida ovora bo'lmish, angabas kim yog'ar tosh ustida tosh, tanida yora uzra yora bo'lmish. Ne ajab har yor ila majnun yoralar. Baski yog'di ustidan atfol elardan xoralar. Ey nasimi subh ahvolim diloromim g'ayb, zulfi sumbul yuzi gul sarvi gulandonim g'ayb, kom talxu boda zahru ashq gulgun bo'lg'onim, Lali rangin labsi shirin shu xudqon g'ayb. ko'zimning nuri kel, bog'da gulim kel, bog'dagi bulbulim kel, sayroq bulbulim kel.
Ko'rib gulzor ichimda sizni yolg'iz, so'rovsiz indamay men behayo qiz. Ko'ngil armoni kel, maqsadga yetdim. Nechun bezotasan, barvaqt turibsan. Malak yang'ilib o'zing tanho yuribsan. Sahar chog'i turib shirin g'azaldan, eshitmak odatim bor azaldan. Ko'nglim gulusan, ey azizim. Sen bularning barchasi senga atalgan. Har bir so'zingiz qalbimni larzaga soladi. Ey azizim, guli, sizlarga barchasi sizlarga atalgan. Sizga ishonaman Navoiy, qalbim ochiq. Har bir so'zim, har bir nigohim siz bilan. Sizlar bilan birgalikda endi tadbirimizni ikkinchi qismiga ham o'tsak bo'ladi. Ya'ni Zahiriddin Muhammad Boburning hayoti va ijodi haqidagi ma'lumotlarni talabalar tomonidan birgalikda tinglasak. Marhamat. Zahiriddin Muhammad Bobur 1483 yil 14 fevralda Andijonda Umarshayx Mirzo xonadonida tavallud topgan. U saroyda shahzodalarga xos ta'lim va tarbiya olgan. Bobur otasining vafotidan so'ng 12 yoshda taxtga o'tirgan. Zahiriddin Muhammad Bobur o'zaro to'ji taxt uchun kurashlar natijasida o'z yurtidan chiqib ketishga majbur bo'ladi va Hindistonga borib, buyuk Boburiylar sulolasiga asos soladi va bu davlatni gullab yashashiga asosiy xizmat qiladi. U o'z umri davomida Boburnoma, Xat Boburiy, Harb ishi kabi ko'plab nasriy va she'riy asarlar yozib qoldirgan. Davron meni o'tkardi sarosimodan, ayirdi meni har yo'la xonimomdan. Gah boshima toj, gah baloyu tana, nelarki boshimga kelmadi davrondan. Toliyib jonimga balolik bo'ldi, har ishga arnadim, xatolik bo'ldi, o'z yerim qo'yib insora yuzlandim, yo Rabbi tayinli yuz qaroq. Endi esa so'z navbati saltanat va she'riyatni teng tutgan zot Zahiriddin Muhammad Boburga. Hayot meni ko'p sinadi, yutqazdim, yo'qotdim, yana tikladim. Shuni bildim, mag'lubiyat bu yakun emas, agar undan xulosa chiqarsangiz. Men Makorimul axloq asarimda aytganimdek, buyuk insonni buyuk qiladigan narsa uni amalidir, nasabi emas. Bugun biz ana shunday buyuk amal egalari bilan suhbat qildik. Ishtirokingiz uchun rahmat aziz mehmonlar. Va sizlarga ham rahmat 21-asr yoshlar. Unutmang, tarix o'tmish emas. U siz bilan birga yashaydi. Assalomu alaykum hazratlar. Men savdogarman. Sizning yoningizga kelishimdan maqsad Andijondan keltirilgan qovun olib keldim. Ona yurtning keltirilgan bu ne'mat topib zora vatan sog'lig'iga shifo bo'lsin. Ey savdogar, sen bu qavm bilan menga yurtim Andijon tuprog'i, u yerning havosi va bolaligimni olib kelding. Mumtoz adabiyotimiz, tarixiy asarlarimizni mutolaa qilishdan maqsadimiz undagi zarra ganjilarni bugungi yoshlarimiz ongiga yetkazib, hayotda to'g'ri, jamiyat uchun manfaatli yo'lga kirishlariga ko'maklashishdir. Hurmatli mehmonlar, aziz talabalar, bugungi kechamizni Zahiriddin Muhammad Boburning so'zlari bilan yakunlasak. Unda kishi umrini mazmunli, barakali, o'zidan keyin duo va malomat qoldirmasdan yashashi, bu zaminda yashashdan maqsad odamlarni ezgulikka yetaklash garovi bor. Unga amal qilish hammamizga nasib etsin. Bormi erkin hech nima, olamda hijrondan yomon. Har nekim ondan yomonroqdir, budir ondan yomon. E'tiboringiz uchun rahmat.